Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga o'zim tayyorlagan anjir varenyesini eng oson usulini qilib ko'rsatib beraman. Menda hozir 6 kilo anjir. 6 kilo anjirga eng avvalo qozonga 3 litr suvni solib, 5 kilo shakarni solib, qiyam shakliga kelguncha qaynatib olamiz va anjirlarni yuvib olib, qiyam shakliga kelgan siropiga anjirlarni birin-ketin solamiz va u 2 marotaba yaxshilab qaynab chiqqunicha bir maromda qaynatamiz. Qarabsizki, bir-biridan shirin va mazali, farzandlaringiz sevib iste'mol qiladigan anjir varenyesi tayyor. Anjir xalq tabobatimizda keng foydalanadi. Siz ham oila a'zolaringizga mana shunday varenyelardan tayyorlab bering.